Zervik o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz vyjvaniya qilamiz. Hop, birinchi navbatda biz daraxt chopishimiz kerak. Til kelishmay qolyapti. Mayli, men 1-2 modlar qo'shganman va aytgancha Minecraftni o'ziga 1.21danmi yoki 1.17danmi o'zbek tili qo'shilgan ekan. Men endi bilmadim. Bilganimga 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi degan deyarli ancha bo'ldi deganda, shuning uchun sizlarga ham aytib qo'yaman. Aytgancha bu hech qanaqa modpack emas. Mana hozir sozlamalar. Hozir chanklarni ko'tarib olay. Mana til bo'limiga kiramizda, mana menda o'zbek tili o'zbekcha turibdi. Hozir to'xtab turinglar. Sal teparoqqa birinchi til bo'limiga kirganingizdan keyin pastga, juda ham pastga tushganingizdan keyin mana bunaqa hozir mana Turkiya bo'limidan sal pastroqda mana o'zbekcha bor. Shuni narsa qilib olishingiz mumkin, o'zbekchaga o'tkazib olishingiz mumkin. Shuna qilib o'zbekcha o'ynashingiz mumkin Minecraftni. Bu hech qanaqa modpack emas. Avvalambor aytib qo'yapman sizga. Modpack deganlar yo'q, bu modpack emas. Aslo modpack emas bu. Biz yaratish stolini qo'yib, yog'ochli cho'kichmi? Cho'kich yasashimiz kerak. Va tosh qo'yamiz. Aytgancha, mana u qo'ylagandagi tosh emas, boshqacha tushardi-yu, shuni nomini hech kim bilmas ekan. Men ham mana Minecraftni o'zbekcha qilganimdan so'ng bildim. Buni nomi esa chari tosh ekan. Do'stlar, chari tosh bo'lar ekan buni nomi. Ingliz tilida bir balo bo'lardi, rus tilida esa blujnik bo'lar edi. Hozir o'zbek tilida demak bu chari tosh ekan. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Aytgancha shu modlarni, ya'ni shu videoda ishlatgan modlarimni Minecraftning Java versiyasi ham topsangiz bo'ladi. Agar mod obzor videolarni xohlasangiz, kommentga yozsangiz men tezda chiqaraman. Faqat sizlar so'rasangiz bo'ldi, men chiqaraman. Albatta men chiqaraman. Siz faqat kommentariyada yozib qoldiring. Mana bu yerda kema bor ekan, ko'rganlar ko'rdi. Hop. Ozgina ko'mir olamizda va kemani oldiga ketdik. Kemani ichlarida nima bor ekan? Ozgina xaritasi bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Hop. Hamma narsa o'zbekcha. Mana yangi retsept ochildi. Retsept uchun kitobga qarang deyapti. Va bu yerda xazina xaritasi bor ekan va qog'oz bor ekan. Qog'ozni ham olaveramiz. Chunki sabzi. Chunki nimaga kerak bizga? Chunki nima edi? Narsa yasasa bo'ladi. Elitrada uchilardi-yu. Shunaqa yasasa bo'ladi. Yana keyin nima yasasa bo'lardi-ya bundan? Kitob yasasa bo'ladi. Kitob yasagandan keyin kitob javon bilan zachar stolini yasasa ham bo'ladi. Bizga zumrad kerak. Va 6 ta temir do'stlar, bu yomon yaxshi. Bitta dona narsamiz bor va lapis lazurit. Buni nomi lojuvard bo'lar ekan o'zbekchasiga. Lojuvard degan narsani eshitganmisizlar do'stlar? To'xtab turinglar, xazina xaritasiga bir nazar tashlaymiz. Vau, u yaqinimizda ekan do'stlar. Aytgancha, shu yerni sizga kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, keyingi qismlarda setini ko'rsatib o'taman. Aytgancha, men hech qanaqa set deganim yo'q. Set komandasi orqali, ya'ni qiyshiq tayoqcha va set deb yozsangiz, Java versiyaga albatta yoki Bedrockga ham bo'lishi mumkin. Mana shu miringizni, ya'ni dunyoyingizni setini chiqarib beradi chatga. Bu juda ham foydalidir.
Xo'p, bizga shakar qamishlar kerak. Mana yangi retsept ochildi. Retsept kitobiga qarang degan yozuv chiqadi. Shunga qarab qo'yamiz, mayli. Birinchi navbatda biz xazina xaritasini qarab turib X tomonga qarab va bloklar bilan yuramiz. X tomonga qarab. Iloji boricha buni biladiganlar biladi. Topishni yaxshi qilsak bo'ladi, do'stlar. Sizlar bilan men qisqa vaqt ichida 0x bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.